Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Eslatib o'tamiz, bugun nasib bo'lsa 27-aprel chissasi haftaning dushanba kuni. Mana bugun hozir aeroport Pulkovo, Sankt-Peterburg shahri aeroport Pulkovodan sizlarga ushbu videoni taqdim etib o'tamiz. Hozir mana qo'limda Pasadishni talon Pobeda aviakompaniyasidan akalarimiz registratsiya jarayonlaridan o'tib olishdi va bugun xudo xolasa. Assalomu alaykum akajon, qayerga uchasiz bugun? Samaraga. Nima maqsadda? Kirdi chiqdi qilib kelishgan. Tudabradni biletlaringiz Samara aeroportigacha i plus taksi xizmati hammasi ichida bir martalik to'lov evaziga biletni olgansizlar, ha? Qani akajon, sizda nima holat? Adashmasam ikkalaringizdan hujjatlaringizda ozgina muammo kamchiliklar bor, to'g'rimi? Mana xudo xolasa sog' salomat o'tib oldingiz. Mana registratsiya jarayonlaridan ham olib, ana biletlarda turibsiz, ha mana. Tavsiya qilasizmi akajon? Tavsiya qilamiz. Aha. Xizmatdan foydalaning. Imkonlarga yozib qo'ying. Sizlar ofisimizga bormasdan onlayn tarzda bilet olganlaringiz, ha? Gap yo'q akajon, nasib bo'lsa sog' salomat borib kelingizlar. Aziz vatandoshlar, ushbu videoni ostida telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aviakassa Surxon sizlar uchun hamisha har doim hamma vaqt xizmatdamiz.